Xo'sh xabar. Ichki Cumhuriyet bayramimizni tabriklash munosabati bilan Sharq Turkiston jo'grafiyasi e'tibor bag'ida setiladi. Artush Bug'ra shirkati 2017 yil 10 oyda İstanbulda nashr qilib bozorga solgan Sharq Turkiston jo'grafiyasi Sharq Turkistonning jo'grafiyalik ahvoli va bir qism tarixiy gavdalantirilgan kitob bo'lib, muhojiratdagi farzandlarimizga vatanimizning shahar, tog' daryolari, yer maydoni va shahar rayonlarining Uyg'urcha atalg'ularini bilib olishni asos qilib chiqarilgan kitob. Artush Bug'ra shirkati Ichki Cumhuriyet bayramimizni tabriklash va muhojiratdagi Uyg'ur farzandlarimizning kitob o'qish qizg'inligini oshirish yuzasidan mazkur kitobni e'tibor bag'ida setib berish faoliyati ilib boradi. Kitap İstanbul Zeytinburun rayonidagi Sutuqbug'ra kitobxonasi, Qutatqubilik kitobxonasi, Taklimakan kitobxonasi, Safakoydagi Islom Bahori kitobxonlarida setiladi. E'tibor vasi 13 TL. Aloqalish WhatsApp nomeri 0090 535 848 60 39.